Assalomu alaykum, Edo tizim foydalanuvchilari. Bugun sizlar bilan nazorat bo'limining sozlamalarini ko'rib chiqamiz. Nazorat bo'limi qanaqa? Nazorat bo'limiga kiramiz va sozlamalarga kiramiz. Xo'p, nazorat bo'limida rahbariyat, liderlar paneli, foydalanuvchi huquqlarini boshqarish, quyi tashkilotlarga tushirish, topshiriq mazmun namunalari, foydalanuvchi guruhlar, topshiriq muddatini belgilanmaydigan kunlar, tashkilot sozlamalari, topshiriqlarni taqsimlash, yorliqlar va tahrirchilar. Xo'p, birinchi navbatda rahbariyat haqida gaplashib o'tsak. Rahbariyat bosiladi va har bitta rahbariyatga qanaqa rollar qo'shilishi, nima qila olishi, nima qila olmasligini belgilab chiqamiz. Ba'zi rahbariyatlar bo'lardiki, ular ustixat qo'ya olish huquqiga ega emas, lekin imzo qo'ya olishi mumkin. Nazoratdan yecha olishi mumkin, hisobotda ko'rinishi ham mumkin. Har bittasini qo'yib chiqish amallari oson. Yoqiladi, o'chirib, saqlash bosilsa, shu amallar bajariladi. Xo'p, rahbariyat tushunarli. Liderlar paneli nima? Liderlar paneli har bitta rahbarga nechta tashkilot o'rnatilgan, o'sha tashkilotga javob beradigan qilib qo'yish mumkin. Masalan, tanlangan bitta rahbar bosilganda uni tashkiloti mavjud emas. Unga o'zini tashkilotlarini biriktirib qo'yish mumkin. O'sha tashkilotga javob beradigan shaxslar hisoblanadi. Quyi tashkilotlaringizga saqlash qilib belgilab tashlasangiz, saqlash qilsangiz, o'sha rahbarga qaraydigan tashkilotlar bo'ladi. Xo'p, foydalanuvchi huquqlarni boshqarish. Bu nimaga berilgan? Nazorat rollarini boshqarish, kimga nazorat kerak, kimga kerak emas. Mana shu yerdan o'chirib qo'shish imkoniyati egamiz. Murojaatchi, nazoratchi, devonxona, yordamchi, qo'l markaz har bittasini qo'shib chiqishimiz mumkin. Qo'shsak ham bo'ladi, boshqa tashkilotga ham hamma narsasini yaratilgan. Quyi tashkilotlarga topshiriq tushirish imkoniyati. Hamma biladiki, hamma rahbarlar ham, hamma xodimlar ham quyi tashkilotlarga topshiriq tushira olmaydi. Bu yerdan o'sha tushirishi mumkin bo'lgan odamlarni belgilab qo'ysak, faqat shu odamlardan quyi turuvchi tashkilotlarga hujjat tushiradigan odamlarni belgilab qo'yamiz. Agar quyi turuvchi tashkilotingiz bo'lmasa, bu sizga keragi yo'q. Topshiriq mazmun namunalari. Har bittasini oldindan yasab qo'yishingiz mumkin. Qo'shish qilib, ijro uchun, ma'lumot uchun, ijro o'rnatilgan tartibda ijrosini ta'minlash uchun deb hamma ma'lumot o'zbekcha, lotincha, ruschasi nomlarini yozib qo'yib, saqlash qilib qo'ysangiz, mana shu holatda olib qo'yiladi. Xo'p, keyingi bosqichda foydalanuvchi guruhlar. Foydalanuvchi guruhlar tuzib qo'yish. Masalan, sizning tashkilotingizda asosan juda ham ko'p chiqadigan hujjat topshiriqlar chiqadigan shaxslar bo'ladi. Buxgalteriya bo'limi. O'shalarni bitta qilib, foydalanuvchi guruh qilib tuzib olishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi topshiriq muddat belgilanmaydigan kunlar. Ba'zi tashkilotlar bor, shanba, yakshanba kuni ishlamaydi va buni yoqib qo'ysak, mana shu 2 kun ularga topshiriq belgilanmaydi. Agar bularni ham yoqadigan bo'lsak, mana shu kunlar ham umuman bu tashkilotga topshiriq belgilash mumkin emas. Agar o'sha yuqori turuvchisi shu kunlarga belgilab qo'ygan bo'lsa, bizlar nima qilamiz degan savolda, masalan, 1-sentyabrga to'g'ri keldi, mustaqillik bayramiga. Tashkilot nima qiladi? Uni bir kun srok oldinga qo'yadi. 31-avgustga. 31-avgustni belgilaydi va javob beradi. Va hech qanaqa prasrochenniy hujjat bo'lmaydi. Mana o'zgartirish mumkin. Tushmaydigan kunlarni o'ziga mos ravishda tasdiqlab qilib saqlash qilsangiz, tasdiqlanib o'sha kunlar qoladi. Keyingisi tashkilot sozlamalari.
Bu yerda quyi turuvchilarning tashkilot nomlarini o'zgartirib qo'yish mumkin. Bu nima uchun kerak deyishingiz mumkin. Masalan, Unicorn Soft MCJ Qashqadaryo viloyati hududiy bo'limi. Ba'zi tashkilotlarda rahbarlar ularni yonida familiyalarini turishini ham xohlaydi. Shunda siz mana shu yerga familiya qo'ysangiz, sizni ertaga fishkingizda ularning ham familiyasi birdaniga chiqib keladi. Bu hech qanaqasiga boshqa tizim tashkilotlar yoki boshqa tashkilotlarga ta'sir qilmaydi. Bu o'zingizda bo'layotgan o'zgarishlar va sizning fishkangizda ko'rinishi qanaqa bo'lishi o'sha tashkilotlarni. Xo'p, topshiriqlarni taqsimlanish. Iyerarxiya qilib har bittasini tuzib chiqishingiz mumkin. Xodimlar ro'yxati qaysi bo'limlarda bo'lganligini hammasini ko'rsatish mumkin. Yorliqlar. Bizlarning yorliq yaratish qilib qo'yishimiz mumkin. Topshiriq yorliqlari bor, hujjat yorliqlari bor. Hujjat yorliqlariga stikerlar qo'yasiz-ku, eslatma, qanaqadir zarurligi yoki kimgadir o'tishligi eslatma sifatida o'zingizga olib qo'yishingiz mumkin. Topshiriq yorliqlari bor, hujjat yorliqlari bor. Tahrirchi bu devonxona sozlamalari bilan bir xil. Devonxona sozlamalarida buni aytib o'tib ketganmiz. Xo'p, bizlarning tizimda yengilliklar, hamma narsa bo'layotganini bizlarning kanalimizdan ko'rib chiqishingiz mumkin.